Assalomu alaykum va rahmatullohi va barakot. Bizni kuzatib yurganlar, aka-ukalar, bizni podpisчиклар, xudo xolasa yana bir mashinamiz, bu galdagi mashinamiz ham Staria hibrid bo'ladi, 9 o'rindiqli. Inshaalloh mashinamizni obzor qilishga kelganmiz. Xudo xolasa bu mashinamiz 2025 polni full pozitsiyada bo'ladi. Mashinamiz qorada, bardoviy salon. Qorada bardoviy salon bo'ladi. Panorama, xullas kamera, Abdufabrev, xudo xolasa mana bu yerda sideniya aylanadigan hammasi bor. Orqa o'rindiqlari ham deyarli odam minmagan ekan. Mashinamiz holati juda zo'r. Polni fullidan bo'ladi bu. Fullarida mana shunaqa nima deydi, ortiqcha do'q-po'pisasi ko'p bo'ladi. Inspiration degani bo'ladi. Mana shu eshiklariga nima deydi? Akustikalar, nostoykalarga akustikalar bo'ladi. Kimga qiziq bo'lsa, bemalol aloqaga chiqsalaringiz inshaalloh izlab topib qulay narxlarga yuklab beramiz inshaalloh. Mashinamiz holati juda zo'r, ancha-muncha joyi ham, sidenalari ham salafanda turibdi. Mashinamizni yurgan masofasi 37.800 bo'libdi. 37.800. 카드를 넣어주세요. Mashinamiz holati juda zo'r. Ikkita panoramli luk, sidenalarigacha orqa oldi qiladigan knopkalari bor, akustikalar. Yangi holatga turibdi. Mashina probegiga qaraganda o'xshamaydi. Juda yaxshi mingan, tozagina mingan. Hatto shu pastdagi salafanlari ham mana joyida turibdi. Kimga qiziq bo'lsa bemalol aloqaga chiqsalaringiz mana shunaqa mashinalardan topib, izlab topib yuklab beramiz. Barchamizga nasib qilsin. Eng kamida oilaviy mana shunaqa mashinalarga minish. Bular 1.6 gibrid bo'ladi. Turshirmalarga bo'ladi, oddiy oilaga ham bo'ladi, gibridlarga.